Hammaga salom podpisчиклар va sizlar bilan men o'sha Reddi va Bolla. Bugungi videomizga xush kelibsizlar. Bu yangi serialimiz, albatta qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Marhamat, chiqishingiz mumkin. Va nihoyat. Bu havo bu havoni qanchalar kutdim va nihoyat qamoqdan chiqdim. Albatta, nima desam bo'ladi, endi bu sumka menga kerak emas. Qoldirib ketsam ham bo'ladi. Ketdim endi uyimga. Tak, endi qandaydir bir taksimi, avtobusmi, bir nima chaqirish kerak. Sumkamni oldim, ichida kerakli narsalarim bor ekan. Endi bu yerda avtobus kutib o'tirish kerak yoki taksi chaqirish kerak. Menimcha taksi chaqiraman. Avtobus kutib o'tirsam, menimcha g'alati bo'lsa kerak endi. Bilmay qoldim, endi hozir to'xtab turdi. Stop reklama. Tak что Bolla Vector Hub kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta bu kanalda tushunib yetganinglardek bir-biridan ajoyib, bir-biridan go'zal dizaynlar yasaladi. Albatta bu ekraningizda chiqyapti. Agarda sizlarga ham mana shunday dizaynlar, preview, avatarka, banner nima kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Albatta tekin, shunaqangi ajoyib dizayn tekin bo'lsa bilmadim. Xohlasanglar reklama uchun ham ishlashingiz mumkin. Albatta silka описаниеda va kommentariyada bo'ladi. O'tib obuna bo'linglar va kommentariyasiga kirib Reddidan salom deb, agar Reddidan keldim desanglar sizlarga chegirma qilib beradi. O'zi tekin yoki 5000 so'm bo'lishi mumkin. Xullas, o'tib obuna bo'lib qo'yinglar va menga kommentariyada yozinglar. Bo'ldi aka, rahmat olib kelib tashlaganingiz uchun. Mana sizning haqqingiz. Mayli, sog' bo'ling. Mayli, sog' bo'ling. Aha. Unday bo'lsa men ketdim sekin. Kelib oldim va nihoyat. Bollaga aytmasdan kelyapman. Bolla meni ko'rsa qanaqa holatga tusharkin bilmadim endi. 1 2 3 qani kiramiz. Nima bu o'xshamayapti. Shu Bolla qanday men keldim. Hozir boryapman Bolla. Xullas, menda shunaqa gaplar. Sizlarda-chi nima yangiliklar bor? Xullas, Martin bor-ku, Martin. Ha, xo'sh. Unda video bor edi, esingdami? Qanaqa? Bo'ldi, esimga tushdi, xo'sh. Xullas, u videoni qayta tiklagan va unda o'sha videolar hali ham bor. Qanaqasiga? Bilmadim, xullas bor. Endi uni yo'q qilish kerak. Unda buni hozirroq hal qilib kelish kerak. Unda bo'lsa, bolalar, men bir Martinning oldiga o'tib kelishim kerak. Aqling joyidami seni? Ha, albatta joyida. Menga umuman qizig'i ham, farqi ham yo'q. Xullas, Martini bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi? Albatta qo'rqadigan joyim yo'q. Avval u bilan do'st bo'lganmiz, lekin hozir nima desam ekan, hozir yuz ko'rmas dushman bo'lib ketganmiz. Bu yerda emas. Mana bu qurolni olganim menimcha yaxshiroq. O'lla, men ketdim, Martin bilan gaplashib kelaman. Sizlar o'ylaganchalik qo'rqinchli narsa emas. Yo'q, qo'yavering, o'zim borib kelaman. Tak, xo'p. Mashinani kalitini oldim, hamma narsani oldim. Va endi sekin bir Martinning oldiga o'tib kelishim kerak. Bo'lla, sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, men xullas qandaydir bu Bolla bilan biz juda ham yaqin do'stlarmiz. Xullas, do'st hammani yoshi har xil-ku, lekin juda ham yaqin tanishlarimiz. Xullas, Martin esa bizning azaliy dushmanimiz. Nihoyat keldim. Martin hozir o'ziga qo'riqchi, охраналар qo'yib olgan deydi. Martin juda ham boy, juda ham emas, o'rtacha boy. Shu uchun ehtiyot bo'lib, qurollarni tayyorlab borishimiz kerak. Xo'p, tak stop bolalar, salom qilaysizlar. Sen kimsan? Yo'qol, nariyoqqa. Senga mumkin emas menga gapirish. Meni otmang, iltimos. Oila a'zolarim bor. Oilarim bor. Senga otmayman, tekin. O'zing so'rab olding hammaylar. Martin, qalaysan? Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi.
Tushunmadim. Sen qanaqasiga kirding? Hayratlanyapsanmi? Ha, mayli, do'stim. Seni ko'rmaganimga ham ancha bo'libdi. Men bilan biz dushmanmiz. Tushunmadim, nimalar qilyapsan? Axir biz do'st edik-ku. Umuman qizig'i yo'q. Videolar qayerda? Nima? Qanaqasiga? Hozir. Biroq top Hozir videolarni. bir daqiqa. Men sen bilan juda ham yaxshi kompyuterning ichida kelishgandim. videolar hammasi. Bor nariyog'iga o'tib tur. Bor narigi tomonga o'tib tur deyman senga. Ha, mayli, Ekan, hozir fikrlanib mana. ketaman. O'tyapman, bo'ldi. Lekin nima qilmoqchisan? Normalniy Sen qanday qilib ahromalardan bu yoqqa kirding? qo'ysang bo'lardi, bunaqa nimjon qo'ymasdan. Puling yetardi, bunga adashmasam, mayli sog' bo'l Martin, gaplashamiz. Va men bu yaramasni videoda olib ketyapman, bu yaramasdan ish qilib videolar shunda bo'lsa bo'lgani. Yaramas Reddi. Men uni hali qasas solishim kerak. Undan qasas solmasam bo'lmaydi. Tez telefon qilamiz. Alo. Tezroq kelinglar, xullas. Reddi qaytibdi. Uni yo'q qilish kerak, xuddi o'tgan safargidek. Nihoyat kelib qoldim va bolaga hozir aytaman. Xullas bolalar, men keldim. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlik yo'q, xeyr, xullas hammasi tinchlik. Nima desam ekan, hozir men videolarni olib keldim, hozir kompyuteri bilan qo'shib olib keldim, hozir qo'yaymi? Mana hozir qo'yapman, bo'ldi, mana. Hozir videolarni ko'ramiz. Qanaqa video, xullas qanday qilib bo'lsa ham o'chirib tashlashimiz kerak. O'ylaymanki, unda hech qanaqa videoning nusxasi qolmagan. Xo'p, mayli. Bu qurollarni joyiga. Hozircha menda turib turgan yaxshi, chunki men yana bir joyga ketyapman. Hammasi joy-joyida menimcha. Reddi, xullas, bizni izlab kelishibdi. Kim? Martin. Ko'chada bir qancha odam bilan turibdi. Nimalar deyapsan? Yur, o'zing ko'r. O'li, videoyimizni o'z nihoyasiga yetdi. Albatta qisqa bo'lib qolgani uchun ming bora uzr so'raymiz va keyingi qismi uchun sizlardan atiga 200 ta yoki 300 ta like so'rab qolamiz. Albatta bolalar modlar Telegram kanalimda bo'ladi. Meni qo'llab-quvvatlanglar va Vektor Hop kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyasiga Reddidan salom deb yozinglar.